Assalomu alaykum. Yana bir bora qadrli futbol ishqibozlari, Like Cup turnirining ikkinchi uchrashuvini birgalikda Sport telekanali orqali kuzatamiz, rohatlanamiz. Birinchi o'yin juda zo'r bo'ldi. Birinchi o'yinda maza qildik. Chiroyli gollar kiritildi. Himoyachilarning san'atkorona himoyalanishlarini ko'rdik va san'at ahliga tanish bo'lib ulgurgan yigitlarning benefisi guvohi bo'ldik. Endi ikkinchi o'yin shu guruhning ishtirokchilari Drama United hamda Sariq bola jamoalari o'rtasidagi uchrashuv bizni qarshi oladi. Kutib oling maydonga Drama United va Sariq bola jamoasi chiqib kelmoqda. Stadion suxandoni e'lon qildi. Bizdan keyin bo'lsa ham juda zo'r e'lon qiladi Sherzod do'stimiz. Bugungi o'yinni ham tandemda sharhlaymiz Davron Fayziyev bilan birgalikda. Davron boya birinchi uchrashuvda rosa maza qildi. Assalomu alaykum, yana bir bor xayrli kech barchaga. Turnir zo'r boshlandi, ya'ni dramatik o'yin bilan boshlandi. Mana endi Drama United ishtirokidagi o'yinni tomosha qilamiz. O'tgan yilgi finalchi, ammo lekin o'tgan yilgi chempion nokaut birinchi turda Al-Badrga mag'lubiyatga uchradi. Al-Badr jiddiy start oldi, 3-1 hisobda g'alaba qozondi. Nokaut o'tgan turnirda ham birinchi o'yinini yutqazib turib, keyin chempion bo'lib ketgandi. Intriga xullas juda yuqori darajada. Sariq bola jamoasi ham jiddiy jamoa. Bu jamoa tarkibida Artyom Filipasyan milliy terma jamoa sobiq futbolchisi o'ynaydi hamda Sanat Shixov, bu ham sobiq futbolchi va o'tgan turnirning eng yaxshi futbolchilaridan biri sifatida esimizda qolgan. Xullas, bu yerda teng kuchli jamoalar kurashi, juda jiddiy uchrashuvni birgalikda tomosha qilamiz, lekin juda jiddiy sharhlamaymiz. Baribir bu media turnir, media futbol. Ha. Sariq bola jamoasi nomi aytilishni boshlasa sariq butkamiz eslayveraman. O'zi boya sariq libosda ham uchrashuvni o'tkazgan jamoa bor edi, yutqazib qo'ydi. Nokaut jamoasi Lutfulla To'rayevni ko'rib turibsiz, Pardayevni ko'rib turibsiz. Aynan mana shu sobiq futbolchilar ko'p masalani hal qilishlari mumkin. Boyaga uchrashuvda o'sha maksimal foydalanishda ikkita futbolchi qo'shilyapti-yu. Bittasi himoyada zo'r turdi, gol ham urdi. Bu tomondan ham Zohir Primov yaxshi harakat qildi. Bu 3-mavsum, biz 2-mavsumni to'liq sharhlaganimiz sababli Sariq bola jamoasini ham, Drama Unitedni ham juda ham yaxshi bilamiz. Hatto nafaqat o'sha Lutfulla To'rayev yoki Artyom Filipasyan, Sanat Shixov, Bahodir Pardayev, bular-ku mashhur futbolchi. Biz media vakillari, blogerlar, aktyor va xonandalarni ham futbolchi sifatida tanib olishga ulgurib, uslubini ham o'rganib chiqqanmiz. Masalan, Bobur Mansurov o'tgan turnirda juda ham zo'r o'ynagan. Lekin uning jamoasi Bobur Madrid mag'lubiyatga uchrab, bu turnirda endi umuman qatnashmayapti. O'zi esa transfer qilindi Dramaga. Ket start Drama boshlab berdi. Ular qizil formada, tabiiyki sariq bola sariq formada. Jamoalar tarkibini tanishtiraylik, mayli. Davron golli vaziyatlarga qarab turadi. Men sanashni boshlayman. Drama United o'zi Musulmon Yunusov qo'riqlash kerak edi. Uning o'rniga Sherzod Raimov darvozada turibdi. O'zi o'ynovchi, futbolchi edi. Mayli. Omad tilaymiz unga. Keyingi futbolchilar Qodir Tolipov, Sardor 7-raqamda, Bobur Mansurov 9-raqamda o'ynayapti. Xushnudbek Qirg'izboyev 10-raqam, Ozodbek Manapovda 11-raqam. Jamoa yetakchilardan biri Lutfulla To'rayev 13-raqamda o'ynayapti. Bahodir Pardayev boya aytib o'tildi 18, Muhriddin Rahmatullayevda 45-raqam. Ular qizil libosda harakat qilishyapti. Mana endi sariq bola tarkibi o'zi qiziq holat. Hozir aytdingiz, darvozabon Musulmon Yunusov o'rniga Sherzod Raimov o'ynaydigan bo'ldi deb. Va havaskor turnirlarning shunisi zo'rda, nega almashdi desak, kelmadi deydi. Bo'ldi. Ali jarohat, diskvalifikatsiya kelmadi. Bunaqasi bo'ladi endi havaskor turnirda. Xo'p, sariq bola tarkibi birinchi raqamda darvozada keyin
u darvozabonni o'rniga turadigan futbolchi ham bor, juda katta farq ham bo'lmaydi-da darvozada turishda. Eng qizig'i birpas turib kelib qoldi bo'lishi ham mumkin. Ikkinchi bo'limda musulmon keladi. Gapida turadi musulmon. Davom etamiz. Abbos Xo'ja Akramov, Sariq bola tarkibi, bular birdan hujumga o'tib ketishdi. Islom Ali 4-raqamda harakat qiladi, u ham ajoyib himoyachi. 8-Artyom Filipasyan, 9-San'at Shixov, 11-Jahongir Xo'jayev jamoa sardori, Sariq bolaning o'zi. 22 Elyor Boboqulov, 23-Muhammad Ali, 42-Shohruz. U ham o'sha Sobir Sapayev bor edi, dastlab qaydnomada uning o'rnini Shohruz egalladi. Shohruz deb yozilgan, so'radim, familiyasi bormi desam, yo'q, Shohruz deb aytish kerak ekan deyildi. Mayli. Xuddi Neymar, Rodrigo degandek bitta so'z bilan aytaveramiz. Ha, Sobir Sapayev bilan Musulmon Yunusov qayerdadir? Mencha o'tirgan bo'lishsa kerak. Bormaymiz, qo'y. Bittaga bitta bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi deb reklama chiqib qolgandir. Bo'lishi mumkin. Yaxshi ham bizga chiqib qolmadi. Lekin hali ham kech emas. Shohlovchilar kelmadi, ha desa. Lutfulla To'rayev. Mening qahramonim. Hamkorlarni aytib ketish kerak. Chempionat Aziya sayti ushbu turnirning hamkori hisoblanadi. Bosh homiy esa Dinay ichimliklari. Hammaga tarqatilgan deyishyapti. O'zi sekin-sekin mana shu tribunaga shu ichimlikdan ichay deb, Dinaydan ichay deb kelishsa ham ajab emas. Shunaqa chaqirib oldik o'zi boya. Futbol zo'r bo'ldi, Dinayga yarasha bo'ldi. Ham ichimlikdan zavq oldik, ham futboldan. Ham mana bunday kadrlardan. U ana u yerda Dinay maxsus dekoratsiyasi yasalgan, u ana. Kimdir borib ochishga urinmasin. Lutfulla To'rayev. Bunaqa zarba. Qodir Tolipov jamoa sardori. O'zi bu jamoa nisbatan terma ekan, internatsionali. Misol Alisher Uzoqov bulardami? Sariq bola. Sariq bolada u. O'zi o'tgan yili boshqa klublarda o'ynaganlar. Arslanni o'zini jamoasida o'ynagan, bu yil kirmadi qaydnomaga. To'g'ri qilibdi. Menimcha baribir turnir tashkilotchilaridan biri shuni ko'yida yuribdi va futbol o'ynashi sal qiyin bo'ladi. Va jamoasi ta'siri ozgina yon bosilgandek ko'rinaveradi. Zaxirada bor, o'ynashi mumkin va Baxtiyor Ashurmatov. Jamoasini aytyapman. Jamoasida ancha shov-shuvlar bo'lgan edi-yu. Sizlar o'zi qur'a marosimida ham qatnashdinglar, yana shov-shuv qilib berishdi. Ha, shov qilib berishdi. Men oldingizda ishongan ekanman bari. Baxtiyor Ashurmatov bosh murabbiy. Shuni ham aytib o'tdim. Mana bu zarbaga qaraymiz. Qaychi o'zinikiga tegib qoldi. Burchak zarbasi, like up. Yana burchak zarbasi. 6 daqiqa o'tib bo'ldi. Muxlislar to'ldi. Shunisi zo'rda. Stadion qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar hajmi to'lib tursa, bu odamga zavq ulashadi. Sharhlovchiga ayniqsa. Jimam bo'lib qoladi go'yo. Ha, chiroyli bo'lyapti hammasi va biz ham yuqori sektordagi kabinkada o'tiribmiz. Oldingi like upda maydon yonida edik. Filipasyan uni aldab o'tilganiga ishonmadi shekilli, to'xtatib qo'ya qoldi. Qanaqasi bu? Sobiq futbolchini aldab o'tish. Uyat-ku, to'g'ri. O'zi umuman uni aldab o'tish qiyin edi futbolchilik davrida ham. Yo'q, bu chiroyli ham aldab o'tdi-da, ustidan parashyut. Ha, hozir yana Lutfulla To'rayev shu nuqtadan zarba yo'llaydi. Yana sal ko'taribroq tepsa, yo'q, boshqacharoq qaror qabul qildi va drama. Qirg'izboyev. Hop, rikoshet. Bobur Mansurovga tegdi to'p. Va Bobur Mansurov oxirigacha ta'qib qilib
to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Boburning o'tgan mavsumdagi eng zo'r kadrlaridan biri o'sha jamoasi kutib turdi-yu, tribunada u narigi o'yinga bog'liq bo'lib qolgan holatda. Har xil emotsiyalarni boshdan o'tkazdi. Juda qiziq. Aktyorlik mahoratlarini mana tabiiy ravishda ijro etib berdi. Va u samimiy emotsiyalar edi. Lekin rolda ham ancha samimiy. Islom Alining outdan Ancha malades yigit. Sariq, sap-sariq kartochka. Pardayevgami? Bahodir Pardayev. Tomosha qilamiz. Elyor Boboqulovga nisbatan Pardayev ancha jiddiy o'ynagan ekan. O'zi ham kelib oyog'ini tortib ola olmagan ekan Elyor. Endi bu tomonda imkoniyat bor. Sariq bola tarkibidagi futbolchi, sobiq futbolchi tepada. Biz faqatgina sobiq futbolchilarning zarbalarini ko'ryapmiz bunaqa nuqtalardan. San'at Shixov Chapida hop, uy. Bosh bilan kim edi u qahramon? To'pni o'ziga qabul qilgan. qocha olmadi menimcha. Aslida qahramonlik ko'rsatish niyatida emasdi. 45-raqamda o'ynayotgan Muhriddin Rahmatullayev. Muhriddin bu aynan o'sha Qodir Tolipov jamoasi. U bo'lsa aniq qocha olmagan deysiz. Pardayev. Qayerda to'p? Ichkaridami, tashqarida? Yo'q, tashqarida ham emas. Tepada turibdi. Bu basketbol shitida bo'lsa hisobga olinadi. Zo'r zarba bo'lgan edi Pardayev ijrosida. Sal qoldi, izoh zo'r bo'ldi. Stadionni sal qoldi. Endi gol hisoblab yubormanglar demoqchida. Eng zo'r sharh hozircha sal qoldi. O'zi nega biz bilan sharhlamayapti Sherzod haligacha tushunmayman. Bularni tirikchilikdan ayirmaydi deyapti shekilli. Shunaqa mahoratli yigit bor ekan-ku. Bilmay yurgan ekanmiz. Biz bilardik. Marg'ilonda shunday sharhlovchimiz bor ekan. Oy! Gol! Gol! Ajoyib gol urdi hozir Bek Vines. Ozodbek Manapov. Drama United hisobni ochmoqda. 11-raqamda harakat qilgan Bek Vines gol muallifi. Gapirib bo'lmaydi. Foydasi yo'q. Mana. Qarang, aldigan. Shu joyda bir ekan o'zi. Uni oldin ham nimadir qildi-da. Yiqitib aldabdi ikkita futbolchi. Va darvozabon qutqara olmagan, yumshoq qilib aytamiz. Bosxo'ja. Qaychi? Va kim tepadigan odam bormi? Yo'q. Sariqlardan hech kim yetib kela olmadi. Drama oldinga chiqib oldi. Drama o'zi yaxshi boshlaydi. Yaxshi tugatmaydi, xolos. Finalga chiqqanda mana u Muhriddin Rahmatullayev. Qodir Tolipov to'pni to'xtatishda kichik xatoga yo'l qo'ydi. Pardayev tezligini qarang. Qochdi va Filipasyan. Futbolchiga to'qnash kelganda degan rukun ochamiz. Poyezd urdi nima, Filipasyan urdi nima? Farqi bor. Poyezdda tirik qolish mumkin. Zo'r aldagan edi. Chiroyli aldagan ekan. Lekin to'pga ham o'ynabdi-da Artyom. Mana shu plandan yaqqol bilinadi. Qarang. Yo'q, oyoqqa. Bu boyagi rakursda to'pga ko'rindi. Va unga ham sariq kartochka ko'rsatilsa bo'ladi. Agar boyagi Pardayevning fol ham yo'q-da. Fol ham yo'q.
Endi bu futbolchini tepdi deyildi-da. Ot tepkisini. Shixov. Yaxshi pas va qo'lga tegib ketdi. Ata emas. Jahongir. Yaxshi o'ynadi Ali. Jahongir va zarba! Oyoqlar cho'zilib ketyapti. Shpagatlar ochilyapti. Birinchi marta hayotida. Va oxirgisi. Muhriddin Mohriddin obrazi orqali Xo'sh, mana bu epizod bir-biriga xalaqdan berib yuborishdi. Zo'r yo'q kerak. ikkita jamoadosh, ha? Bir-biri bilan to'qnash. Lekin mana bu zarbani darvozabon zo'r qaytaribdi. Shunchaki ikkita oyoq orasini yopdi bo'ldi. Muhammad Ali o'rnidan turdi. Davom etamiz. Bo'limning o'rtasiga keldik. 13-daqiqani shunaqa deyishga majburmiz, chunki 25 daqiqadan bo'limlar. Endigina ekran qarshisidan joy olgan muxlislarga qoidalarning ba'zi qismini eslatib o'tamiz. Oy! Qulay imkoniyat edi. Qodirxon Tolipov. Shu havaskorlar shunaqa chiqib borgani xavfli-da. Wow, zo'r o'ynashyapti ba'zi vaziyatlarda. Yana Muhriddin Rahmatullayev. bizga Qodir Tolipovni ko'rsatishyapti. U zarba berdi, Muhriddin dribling qildi. Kirib bordi. Juda oson aldanishyapti sariqlar. Boboqulov. Filipasyan. Hozirdan aytsa bo'ladimi? Drama bilan. Xo'sh, voy. Muhriddin Al-Badr o'rtasida birinchi o'rin uchun kurash kechadi deyishga hali vaqt bor. shoshmagan bo'lardim. Ozgina yana bitta tur o'yini ko'raylik. Hop. Ilda. Va shu masofadan hozir kuchli zarba ko'ramiz. Shamol ham yo'q. To'pning yo'nalishiga to'sqinlik qiladigan ideal havo. Sherzod Raimov bugun vaqtincha darvozabon vazifasini bajarayotgan. Tepiladi hozir shu yerda. Bu pas ham foydasi yo'q deb menimcha. Hop. Sal qoldi deb qo'yish kerak edi Sherzod. Sherzod hadib ham aralashavermaydi. Shunisi bilan qadrlida uni. U iboralar. sal qoldi degani ko'pchilik gol bo'ldi deb o'yladi. Ha. Shunda yo'q, sal qoldi deb. Joyini juda yaxshi topadi u gapirish uchun. Shuning uchun sharhlamayotgandir-da. Qardayev aldab turib qaytib yana bir aldab o'tdi. Bitta futbolchini o'zini. O'yin qoidasi buzildi. Lutfulla To'rayev to'pning oldida. Yana shu nuqtadan, rosa ko'p shu nuqtadan tepdi. Lutfullaning nuqtasi. Ancha ma'no bor. Out tashlandi. Alisher Uzoqov sharhi. Voy yana fint, voy kaka fint. Pas darvozabon joyida. Tezlashtirilaring Ya. degani menimcha haligi kelmay qolgan futbolchini tezroq chaqirishyapti. Birinchi bo'lib to'pga yetib borish iloji bor. Yaxshi. Zo'r. Va Islom Alining zarbasini himoyachi qaytardi. Artyom Abbosxo'ja
Bu endi pauzalar ko'proq, to'qnashuvlar o'zi bokschilarda ko'proq bo'lishi kerak edi. Lekin mana bu uchrashuv qo'polroq o'tyapti. Endi bokschilar ko'proq hisob quvlovchi bo'lishdi-da. Shuni hisobiga bo'lsa kerak. Juda tez tenglashtirib olishdi. Yana Parday, u sarig'i bor. Pardayev futbolchi rejimiga o'tib ketyapti-da. Keyin hali qaramaganda o'yinni o'tgani ham sezilgandi-yu. Noaniq. Menimcha ba'zi futbolchilar tashlab yuboradi-yu o'zi, darhol semirib ketishi mumkin. Ozgina formasini yo'qotishi mumkin. Misol haligacha Odil Ahmedov futbolchidek yuradi-yu. Kapadze ham. Ha. Ashurmatov. Endi sal, ha? Akkreditatsiya bekitib turibdi. Lekin Sanat Shixovni sal joylashuvini boshqacha qo'yishibdi-da bu safar. Ya'ni himoyada Filipasyan yetadi, Shixovni hujumga qo'yish kerak. Bu vaziyatlardan foydalanadi-da. Yaxshi olib qo'ydi. Xo'jayev, sariq bola. Sariq bola futbolchilar kabi o'ynab yubordi hozirgi vaziyatda, korpus qo'yib. Out. Drama United. Manchester United muxlislaridan tashkil topgan United degan qo'shimchasi bor-ku. Va qizil formada. Imkoniyat. Shixov. Mana hozirgi vaziyat, darvozabon seyfcha. Yaxshi. Va seyf qilib yotib oldi. Bloger uchun yomon emas-da seyf. Seyf ishi bloger uchun. Bloger uchun bu uchrashuvning eng yaxshi futbolchisiga nomzodlik. Va imkoniyat sariq bo'ladi. Ha. Va gol. Hammasini to'g'ri qildi. Muhammad Ali adashmasam ushbu gol muallifi hammasini to'g'ri qildi va oyoqlar orasidan o'tkazdi to'pni. Menimcha hisobni tenglashtirmoqda. Gol muallifi 23-raqamdagi. Bu yerda qarang, darvozabon seyv ijro etdi. Keyingi hujumdan urib ketyapti sariq bola. Darvozabonlarning rolida bu. Takroriy lavha. Mana shu joydagi kurashda yutib sariq bola yutibdi, kurashda. Hop, mana shu oradan. Bu darvozabon esa ko'rinib turibdi. Almashgan, bugunchalik turib berayotgan. Joyini ham yo'qotib qo'ydi. Endi mayli. Ko'p turmaganligi sezilib turibdi-da. Yo, u haqiqatan ham endi bemalol hali kelmay qolgan darvozabonga e'tiroz bildirishlari mumkin. Sen tufayli bo'ldi. Ayniqsa bu o'rniga turib berayotgan aniq e'tiroz bildirish kerak. Nima bor edi sen? Sherzod Raimov. Sobir Sapayev bilan nima ishlaring bor edi deb e'tiroz bildirishi mumkin. Tengma-teng jang bo'layapti maydonda. Va mana bu Bobur Mansurov jamoasi a'zosi. 42-raqamda harakat qilgan Shohruz o'rniga o'zgarish. 19-raqamda Sobir Sapayev. Mana keldi Sobir. Aytdimi boya? Kelmay qolgan yigit hali kelishi mumkin deb. Mana u. Demak, dargisi ham keladi. Shohruz o'rniga Sobir Sapayev. Baribir birga kelishgan-ku. Sariq bola. Yana bir imkoniyat, zarba. Noaniq. To'g'ri o'ylandi lekin. Lutfulla To'rayev. O'zi hech kim olmadi bu to'pni. Ikkita futbolchi orasidan o'tib ketmoqda. Yaxshi o'ynadi Jahongir Xo'jayev. Sanat Shixovga ko'rdi. Gol! Islom Ali! Uxlab qolishdi. Uyg'oq yigit gol urib ketyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Shixovning pasiga ham Islom Ali yorib kirib qanotdan bo'lmasa himoyachi u. Islom Ali gol muallifi. Sherzod Mardiyev ishga kirishdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana qarang. Ko'rdi-da.
boryapti. Mana. Va Lutfulla To'rayev bilmay qoldi futbolchi. Ortidan yugurib chiqdi-da Islom Alini qarang. Gap yo'q. Va bu o'tkir burchakdan gol urish ham qiyin edi. Darvozabon tushunarli. O'tkir burchakdan yana darvozabonning yo'q, bu safar yon tarafi. Qoyil comeback. Ha, darvoqe Islom Alini jarohati ham bor edi. Shunaqa ma'lumotim bor. Oyog'idan yo operatsiya tibbiy muolaja olayotgan ekan. Asabiylik. Urushmaylar. Oynai jahonda namoyish etilyapti. Qodir Tolipov nimagadir jahli chiqyapti. Ofsayd bor deb o'ylashyapti shekilli. Yo'q, ofsayd umuman yo'q-ku o'sha. O'shani ham eslatib ketaylik. Endi bu Hawasakiga qilishayotgan ishlari ham Qodir Tolipov o'ynamayman deb chiqib ketdi shekilli. E'tiroz bildiryaptimi o'zini jamoadoshlariga. Unday bo'lsa, bular tortishmasdi. Havaskorlarda bo'ladi bu narsa. Birdaniga ikkita gol bilan javob berib, Drama Unitedning ichki muhitini ham buzib yuborishdi. Sariq bola vakillari. Sababini bilishimiz kerak-da. Nimadir bo'lganda biz bilmayapmiz hozircha. Bekorga chiqib ketmaydi. Qodir Tolipov o'zi bosiq yigit-da. Unaqa juda janjalkash emas. Endi yutqazayotganda ba'zilar butunlay boshqa odamga aylanishadi-da. Bu ham bor gap lekin. Hozir sababini bilmaymiz, shuning uchun mayli izohiga o'tmaymiz. Ammo ko'rib turganimiz tanaffusda harakat qilamiz bilishga. Ko'rib turganimizdan xulosa qiladigan bo'lsak, birdaniga urilgan gollar ta'sir qildi. Va juda qo'pol xato bo'ldi-yu. Shunda o'zgarish bo'ldimi? Qodir Tolipov o'rniga kimdir tushdimi? Lutfulla To'rayev fint qilyapti. Ajoyib pas. Bo'ldi, futbolchilar katta sahnaga chiqishga urinishmoqda. Lekin bu tomonda ham xuddi boya Risaliyev nima qilgan bo'lsa, Filipasyan ham shu ishni takrorlamoqda. Bo'lim tugayapti. Mening xulosam bunaqa 8 talik o'yinda bitta himoyachi, bitta hujumchi bo'lishi kerak futbolchi. Chunki darvozabon mumkin emas. Islom Ali. Va yaxshi imkoniyat bor edi sariq bolada. Yaxshi. Muhriddin, mana shu futbolchi menga juda bir yoqyapti hozircha. O'yini. O'ynagani bilinyapti. Ha. Juda ko'pchilik out tashlashidan ma'lum-da. Boya ham benomda ham aytildi-ku bu narsa. O'ynagan yigit bilinadi. Ko'pchilik futbolchi bo'la olmaydi, lekin keyinchalik mana shunaqa turnirlarda o'zini ko'rsatish imkoniyatiga ega. Bar o'ynab qo'yaverish kerak-da. O'sha gap boyaga birinchi o'yinda aytdik-ku. Qanchadan qancha sohalarda sobiq futbolchilar ish olib borishadi. Pardayev o'zi ham shu qaror qildi. Voy, yana bitta sayb, bilmadim qanday qaytardi, bir amalladi. Bu yerdan men o'ng qo'liga yuk tushyapti darvozabondan. Sariq bola posboni Abbos Xo'ja Akramovni. O'tgan yil ham o'tirganda, hop, yana qaytardi. Qorni bilan qaytardi, ovoz chiqdi. Hech bo'lmasa tashlanyapti-da, yotyapti. Daqiq qo'shib berildi. Boyiga janjal uchun-da. Yana qaytarishlar. Qoida buzildi. Mana shu nuqtadan endi hakamga e'tiroz bildiryapti, lekin Filipasyan aslida qo'pollik ishlatgan edi. Ko'rib turibdi, yonda sodir bo'ldi. Uchrashuvni rostakam hakamlar boshqarib borishayotganini aytishimiz kerak. Shuning uchun e'tiroz menimcha no'g'ri. O'ng oyoqda bir marta Bunyodkor safida o'ynayotganda Olmaliq darvozasiga ajoyib gol urgan edi, krossga o'xshab. Sharhlovdim-da.
sobiq jamoasiga. Hop, qo'li bilan qoyil. Qahramonlar ha. Bir amallab to'pni qaytarishdi. Shixov ishtirok etdi. Filipasan ikkita odam rolini o'ynayapti. Tanaffusga durang bilan chiqib ketmoqchi. Yana Shixov. Hop, Darvozabon. To'rayev. Yana olib qo'ydi qizillar. Va yana olib qo'ydi sariqlar. Shu yerdan Wow! Ajoyib zarba. berishmayapti. Muhammad Ali. Tinchlanlaring deyapti. Sariq bola Dahshat ketdi lekin. 23-raqamda harakat qilayotgan Muhammad Ikki marta shunaqa bo'ldi. Davron bular imkoniyatdan foydalanishmadi. Darvozabon seyfda qilyapti va qarshi hujumdan osonlik bilan foydalanishyapti. 3-1. Xuddi birinchi o'yindagidek Mana bo'lyapti. to'g'riladi, o'ziga to'g'rilab bu tomonga ketdi. Birinchi o'yinda ham birinchi bo'lib nokaut gol urdi, keyin 3 ta javob berdi. Al-Badr. Badr, ha. Bu yerda ham xuddi shu Endi Al-Badr-ku 50 daqiqada javob berdi. Bular 25 daqiqani o'zida taxlab tashlashdi. Hop, aldadi. Bu yoqni ham aldadi. Shixov. To'g'ri birmi? Shixov. Hop, hop. Bo'ldi. Qodirxonga qo'shilib boshqalar ham chiqib ketsa bo'ladi. O'zi nega chiqib ketdi-yu, nega o'rniga tushdimi kimda? Tushgan bo'lsa kerak. Yo'q, qizil ko'rsatildi bunga. Nima bo'ldi? Shuni aniqlashimiz kerak tanaffus. Yo'q, qizil ko'rsatilgan bo'lsa aytilardi, menimcha Sherzod bu narsani o'tkazib yubormaydi. Bizning muharririmiz mana shu joydagi masala keyiniga ham sirpantirdi. Shixov qilib berdi bu gol. Muallif esa, bo'lim o'z nihoyasiga yetdi. muallif kim? Elyor Boboqulovmi? Kim edi? Bizda ro'yxatda 19-raqam Ha, yo'q. 19-raqammi? Ha. Sobir Sapayev. Ha, Sobir Sapayev qaytgan. Shunday. Bekorga qaytmagan ekan. Qaytgan Sobir Sapayev. Ana biz o'tiribmiz. Atrofimizda Dinay. Bu gal nimadir bo'lar, ha? Xo'p, 4-1 birinchi taym tugadi. Tanaffus. Ha. Davom etamiz do'stlar. Like Cup 3-mavsum Sariq bola Drama United 2-taymga start berildi va birdaniga hujum bilan boshlashdi sariq bolalar. Va qiziq tomoni darvozada Bobur Mansurov 2-taymda. Lekin rostdan ham boyagi darvozabon sal o'zini noqulay his etdi. Bir qancha to'plarni Sherzod Raimov. Uy. Foydasi yo'q. Boshqa darvozabonni qo'yib ham qutula olishmayapti. Bekorga tushmagan ekan Sobir Sapayev. Bola jamoasi tarkibida harakat qilayotgan Bobur Mansurovning nigohini ko'rdingiz. Sapayev navbatdagi golni Shunchaki dahshat urdi lekin Sobir Sapayev. Qarang ijroni. Lutfulla To'rayev xato yo'l qo'ygan. Qarang. Mixlab tashladi. Dahshat. Bu
Drama Uniteddagi futbolchilar ham yaxshi o'ynashmayapti-da, sobiq futbolchilar. Drama zo'r jamoa edi. Hozir tragediyaga aylanibdi. Yo rostdan Manchester Unitedning izidan ketishyapti. Hozir zaxirada ham bir qancha nomlar bor, balki o'zgarishlar bo'lar. Yana to'p o'tmadi. O'yin qoidasi buzildi. E'tiroz bildiryapti hozir Muhriddin Rahmatullayev. 5-1 do'stlar. Chempionlik uchun potensial imkoniyati yuqori jamoa paydo bo'ldi ko'z o'ngimizda. Hozir rosa kuchaytirishdi-da tarkibni transferlar qilib. Sariq bollar. Xo'sh. Ozodbek Manapov gol muallifi bo'lgandi boya. Hisobni ochgandi va unga 5 ta gol bilan javob berishdi. Hozir yana gol urishi mumkin agar aniq tepsa. Bu darvozabon ham yaxshi turibdi-da, Abbosxo'ja Akramov. Ha. Bek yoniq zarba. Futbolchilar ham tepmayapti-da. To'g'rimi? Misol Pardayev tepsa bo'lardi hozir. Lekin videolarni ko'rgandim, yaxshi tayyorlanishayotgandi Drama futbolchilari. Sariq bola. Jahongir Xo'jayevdan uzatma. Endi ikkinchi turda juda rosa bir jiddiy bahs bo'ladi-da. Biri nokaut bilan, biri Badr bilan o'ynaydi. Nokaut bilan o'ynaydigan agar Oy, sal qoldi San'at. Drama o'ynaydigan bo'lsa, oxirgi imkoniyat bo'ladi ikkisiga. Ha, nokaut borini tashlaydi keyingi uchrashuvda. Mansurov. Shixov. Maydon markazida pastda xato Muhriddin ikkinchi taymda u teparoqqa chiqdi. To'rayev mana endi ancha qizillar oldinga chiqib ketishgan paytda sariqlar. Pardayev fint qilyapti, kimga oshiradi? Ha, ikkinchi tur Al-Badr Drama United bilan o'ynaydi, sariq bola nokaut bilan. Ha, nokaut borini tashlaydi. Shu o'rinda Drama ham Ha, yutmasa Badr bilan bo'lmaydigan o'yinlar ekan, Dramaga ham nokautga ham. Endi tasavvur qiling, narigilar yutsa 3 tadan ochko bo'ladi oxirgi tur oldida. Yaxshi ekan darvozabon. Akbar. Abbosxo'ja. Bu darvozabon ham yomon emas. Bobur. Burjak zarbasi ekan. Sariq bola jamoasi tarkibida o'zgarish. Alisher. 10-raqamda harakat qilgan jamoa sardori sariq bola o'rniga 11-raqamda harakat qilgan sariq bola o'rniga 10-raqamda To'g'rilab oldi. Alisher Uzoqov maydonga tushmoqda. Turnirning asosiy tashkilotchisi Alisher Uzoqov. Transfer amalga oshdi. O'yinni qutqarib qolish uchun tushyapti. Yo, o'zi yutayotgan jamoa safida tushdi. Aha, to'g'ri. Boshqachasiga. Bu yoqqa tushsa bo'lardi, hozir odam achinishni boshladi-da. O, yaxshi pas. Voy, zo'r. Zarba, gol. Ana, Bekvines dubl. Achinishni boshlagandek, yaxshi. Siz gapingiz to'g'ri chiqyapti. Alisherning oyog'i yaxshi ekan. Qutqarish uchun tushdi. Dubl muallifi 11-raqamda harakat qilayotgan. Hazal. Bekvines Ozodbek Manapov. Qutqardi.
chunki Intrigani. turnir tashkilotchi sifatida intrigani yuzaga chiqarish kerak. Yaxshi gol. Ha, bosh bilan pas. Mana bu planlarni qaranglar. Nechta kamera ishlayapti degan joyi. Rejissyor mahorati, operatorlar, umuman yaxshi jamoa, professionallar ishlayapti-da. Sport kanali o'yinlarni ko'rsataverib, darajasi ancha pik holatga chiqdi. Top chiqib ketdi-yu. Yo'q. Yo'q. O'yna. Voy Shixov, voy uzoq, voy Sayf Bobur Mansurov. Super epizod, hamma zo'r o'ynadi bu yerda. Alisher qutqargan tushgandi-da u. Vaziyati. Pasni qarang, hozir ko'pchilik ko'rmay qolish. Rabona ijro etdi Shixov. Qarang. Hop. Hop. Yaxshi bosh qo'ydi. Alisheronni. Va Seyvni ham qarang, Bobur Mansurov. Boyiga olib bo'lmas to'p edi-da, bunisini qaytardi masalan. O'z boshidan turish kerak. Yaxshi imkoniyat. Sariq bola yana bitta gol urishga harakat qildi. Oldingi chiziqda kim bor? Faqat bek yuribdi. 33-daqiqa. Filippasyan. Drama United jamoasi tarkibida o'zgarish. 17-raqamda harakat qilgan Sherzod Raimov o'rniga 6-raqamda Jasur Dostonov maydonga tushdi. Mana shu Sherzod Raimov birinchi taym darvozada edi. Hozir mana maydonga tushib o'ynadi, yaxshi. Maydonda yaxshiroq his etyapti o'zini darvozaga nisbatan. Lekin almashtirildi. Abbos tushdi, Kenjaboyev, aktyor, bloger. Shixov Bermadi Lutfulla To'rayev. Lekin keyin baribir bermadi. Oxirigacha bermadi. Muhammadalla. Beshu 2 hisobida oldinda borayotgan jamoa ham nisbatan tinchlandi. O'ziga o'zi pas qildi, lekin qabul qila olmadi. Va o'z navbatida sariq bola ham xatoga yo'l qo'ydi. Oliy. Hozir mana bu kichik xaosdan foydalanib comeback qilib ketarmikin degan joydan turibmiz. To'rayev Jasur tushdi, Jasur Dostonov. darvoza sari. Boya sal xato aytdik, Abbos Kenjaboyev emas, Jasur Dostonov. Tushdi drama safida. 17 ketdi-da. 17 o'rniga Jasur Dostonov 6. Bale. Baxtiyor Ashurmatov ikkita jamoaga murabbiymi shunda? Boya ham murabbiylik qilayotgandilar-da. Endi mumkin bizning turnir. Agar hozir Erik Haydar bo'lganda biz shunaqa derdik. Bu jamoaga ham, bu jamoaga ham o'tib o'ynab berish mumkin edi. Nimadir dedi Sherzod Mardiyev. Sal qoldi dedi shekilli. To'pga o'ynadi. Hakamning qarori to'pga to'g'ri. Alisher Uzoqov navbatdagi hujumni tashkil etyapti. Sariq bola. Zo'r pas. Uy. Nima ko'rsatyapti hakam? Jarima zarbasi deyapti. Xavfli o'yin deyapti. Sanat Shixov. Erkin zarba bo'lsa kerak. Ya'ni rostdan ham futbolchining zarbasini futbolchi qabul qiladi. Agar futbolchi bo'lmaganda hozir Sariq bola jamoasi tarkibida o'zgarish. juda yomon chiqib kelganligi uchun yo'q. Tegmagan bo'lsa ham juda xavfli chiqish hisoblanadi baribir. Raqamda Doston Ergashev maydonga tushmoqda. Doston Ergashev. Xonanda. Sobir Sapayev ishini qilib bo'ldi. Keldi, zaxiradan tushdi, gol urdi, zo'r gol urdi va chiqib ketdi. Mana. Yana ishi bordir-da. O'zi kech keldi, yana vaqtli ketib qoldi. Lekin zo'r o'ynar ekan. Bu erkaliklarini ko'tarsa arzir ekan.
O'ziga o'zi pas qilib oldi, yomon emas. Bobur Keyingi zarba himoyachilar qaytarishyapti. 6-goldan ketdi. Qizillardan hech kim yo'q oldinda. Joy tanlashda ham xato yo'l qo'yishyapti demaymiz-ku, lekin ana Pardayev ulgura olmadi. Shu 5-3 bo'lsa yonib ketadimi o'yin demoqchi edimda. Doston Ergashevning ham futbolga bog'liq joyi bor. Bilasizmi? Hamid Sahariy uning qo'shig'idan foydalangan o'z ijodida. Yaxshi. Uzoqovdan yaxshi pas bo'ldi. Boya qarzini o'zib qo'ymoqchi bo'ldi shekilli. Yana olib qo'yishdi. Sariq bola tinmayapti. Uzoqov, Doston Ergashev, Uzoqov, Ergashev. Shu joyda shu Sahariyning klipi. Katta Muhriddin. Islom Ali. ajoyib fint ishlatmoqchi edi. Hop, mana shunday fintmi? Voy! Gap yo'q. San'at. San'at Sheyxov ijrosida san'at. Ikkalamiz voy dedik. Ha, shunaqa ta'rif beriladi-da bu zarbaga. Foydasi bor. Muxlislar yaxshi, faqatgina tomosha qilish uchun kelishmaganini eslashdi. Shu masofadan deb to'g'rilab olish qiyin bo'lyapti. Qaytyapti-da. Eliyor Boboqulov. Ber endi. Yaxshi o'ynar ekan. Bilinib turibdi to'p bilan muomalasi. Ha. Mana bu pasga ham 5 qo'ysa bo'ladi. Uzoqov. Doston Ergashev. Doston Ergashev intrigani qaytarish uchun tushgani ma'lum bo'lyapti. Muhriddin o'zi tepishga qaror. Sal noto'g'ri qildi. Ha. Juda yopiq joy kichkina edi. Lekin tegib shekilli to'p kimgadir. Baxtiyor Ashmatov sariq bola murabbiy. O'zi o'tgan yil ham sariq bolada murabbiylik qilgan edi. Yutqizayotganiga balki bularga ham maslahat berib turgandir. Yana oldirildi. Pardayev. Kurash kechyapti. O'yinni saqlab qolmoqchi Drama United. Out. Bu bir ikkita golni ortiqcha o'tkazib yubordi. Zarba darvozabon burchak to'piga aylantiryapti. Ana endi imkoniyat paydo bo'lmoqda do'stlar. Sport telekanalida jonli tarzda Like Cup turnirini tomosha qilyapmiz. Ertaga muxlislar rosa kelishadi. Juda ko'pchilik hozir yozishyapti-da, bilmay qolibmiz deb. Qoida buzilmagan holda olib qo'yildi va qarshi hujumdan foydalanadimi yoki yo'qmi jamoa? Juda oson va hozir penalti. Yo'qmi? Penalti yo'qmi? Lutfulla To'rayev ham to'pni oldiryapti. Zo'r hakam ba'zi o'yinlari kerak bo'lsa deyapti. Zo'r pas va ochiq futbolchi bor. Tep endi o'zing. Cho'zilib ketdi. Sheriklar ham to'p so'rashgan edi. Birdaniga to'pni uzatish kerak edi-da. Shunbek Qirg'izboyev. Pardayev hozir hayqirib qoldi. Shu paytda hisobni qisqartirsa, o'yinga intriga qaytardi. Kecha Lewandowski 3-4 golni ura olmadi-yu. O'shani urganida oltin to'p uchun kurashish mumkin edi, oltin butsa uchun. Buni zo'r aldadi. Mana zo'r o'ynayapti mana shu. Boboqulov.
Elyormi? To'rayev. Yaxshi. Yomon emas. To'g'rilab olsa bo'lardi, bo'sh zona bor edi. Olib qo'yishdi va tezlikla navbatdagi hujumni tashkil etish mumkin. 42-daqiqa. Xushnudbek. Xushnudbek, nima qilyapsan? Out. Sariq bola. Ertaga B guruhi vakillari ishtirokidagi uchrashuv bo'ladi. Futbol muxlislarini jonli tarzda kuzatishga taklif etamiz. Sport telekanalida tomosha qilishsa sharhi bilan ko'rishadi. Bu yerda esa mana bu atmosfera boshqacha bir aura bilan kuzatishlari mumkin. Teatr Malades degan jamoa bilan o'ynaydi. Dutor katta bolalar bilan bahslashadi. Jamoalar nomi shunaqa. Juda qiziq. Tarkiblari zo'r bu jamoalarning, lekin debyutant jamoalar, katta boladan tashqari 3 ta debyutant jamoa. Lutfulla To'rayev juda chiroyli harakat qildi. Men bu rostdan fint. Qaytar. Nega bermadi? Nega bermadi? Ikkita futbolchi to'p so'radi-da, Pardayev bilan To'rayev. Hozir shunaqa paytlarda qisqarmadi, endi qiyin bo'ladi. Baribir natija xotirjam qilyapti-da sariq bolani. Shuning uchun vaziyatlardan foydalana olmaydi. Lekin mana bularchi Xotirjamlikka berildi sariq bola jamoasi biroz. Doston Ergashev hozir foyda buzdimi? Jarima zarbasi. Foyda buzdi ha. Takror lavhada Pardayevni qanday to'xtatganligini ko'rdik. Bo'ldi, Lutfulla zimmasiga oldi. Yo aniq yetkazib beradi, yo to'p talo to'pning ichiga kirib ketishi mumkin. Islom Ali qanchalik yopayotganligini ko'ryapsiz. Yaxshi. To'sin hamda ustun birlashgan nuqtani poyladi. Lekin bilasizmi, Drama United bu qadar yirik hisobda yutqizishga loyiq emasligi ko'rinib turibdi. 2-3 golni juda tez va oson. Ketma-ketiga o'tkazib yuborishdi. Oson, haligi yondan oyoqqa karraxta ahvolga tushib qolganda urib ketishdi. Aslida Drama normal jamoa, hali keyingi o'yinlarda ham. Keyin o'zlarini boyagi bir-birlari bilan e'tiroz emas, masalalari ham xalaqit berdi deb o'ylayman. Jamoa tashlab yuboradi, ozgina. Balansni ushlamay qolishadi. Berpas ketdi. Juda oson oldirishyapti-da. Oldinga chiqayotgan futbolchilar bor. To'rayev yana xato, oddiy vaziyatda to'p oldirildi. Sariq bola hozir juda oson boryapti. Lekin Drama olib qo'ydi. Ketdi, nimadir qilish kerak. Pardayev o'ngga o'tdi. Mana shu yerdan pas. Pardayev tayyor emas ekan. Ikkalasi bir-biriga tayanib o'ynayapti. Sariq bola jamoasi tarkibida o'zgarish. 23-raqamda harakat qilgan Muhammad Ali o'rniga 2-raqamda Rahimboy Ortiqov maydonga tushdi. Mana ta'rifga hojat yo'q. Uzoqov ancha yaxshi kurash olib bordi. Tartibga tushib oldi o'yini Drama United. Vaziyatlar ham bo'lyapti. Zo'r o'tdi. Darvozabon to'pni qaytardi. Bek Vines 2 ta gol urdi, lekin nuqtasini topsa tepaverar ekan darvozaga. Hat-trick muallifi bo'lmoqchi bo'ldi. Xo'sh, mana bu nuqtadan zarba va gol! Ana Lutfulla, ana To'rayev. Gol!
Va vaqt bor hali. Bor. Rama United hisobni qisqartirmoqda. Gol Zo'r bo'ladi hozir. Yana Biju darvoza bor-ku. qilayotgan Lutfullo To'rayev. Qoyil Mardiyevga. Mana futbolchilar hal qilishdi. Takroriy lavha namoyish etilayotganda Bobur o'z texnikasini ko'rsatyapti. Buncha mana desa bo'ladimi? Ya markaz kerak edi Bobur. Endi bunga transfer qilishdi-da. Oxiridan yaxshi bek. Futbolchini bu qadar oddiy fint bilan aldash. Lekin uzoq aldandi. Bular ham aldandi. Bularcha ketyapti. Muhriddin yaxshi. Voy Pardayev. Voy Ali, Islom Ali. Qarang uni o'qishini. Agar jarohatda shunday o'ynayotgan bo'lsa, qoyil. Va u futbolchi emas. U QVZdan chiqqan. Hop. Sal qoldi mana. Sal qoldi. Mana endi sal qoldi deb izohlash kerak edi Sherzod. 48-daqiqa do'stlar. To'p hozir o'yinga kiritiladi. Tasavvur qiling, gol bo'lsa, nimalar bo'lib ketadi oxirgi sekundlarda. Alisher Uzoqov boyaga vaziyatda qutqarish uchun tushgani ma'lum bo'lyapti. Bo'ldi, pressing qilyapti jamoa. Qaytarishdi oxirgi soniyada. Juda xavfli bo'lardi bo'lmasa. To'rayev o'girilib oldi. Burchak zarbasi. Yana boyagidan takrorlash mumkin. Nimadir o'ylab topishar. Uzatma pas talab etiladi. Bu ikkalasi xato qildi hozir. Ikkalasi. Charchab qolishdi. Juda katta bosim bilan o'ynashyapti. Xonadarining oyog'i og'riyapti. Chetda endi chiqib ketgan, to'g'ri. Uzoqov zo'r pas qilib berdi. Sherigiga Shixov. Va Bobur! Ikkita super save. Interviga saqlanib qoldi. Hop, tortib oldi. Yana bitta Bobur! Gap yo'q. Men tushunishim bo'yicha Bobur degani to'sin yo ustun. Tegdi. Ikkitasi ustun ham yordam berdi-da. Birinchi bo'lib tegyapti-da qo'liga. Bosi o'zi edi, biri u bilan bir bo'lgan. Alisher Uzoqov bular tushunishdi hozir. Mana bular o'yinga qaytib qolishlari mumkinligini tushunishdi. Qoida buzildi. Mana shu masofadan hozir zarba yo'llanadi va agar gol bo'lib qolsa, do'stlar, birinchi uchrashuvning intrigasini, birinchi uchrashuvning go'zalligini yo'qqa chiqaradi. Mana bunisi aytdim-da hozir. Tegmadimi? Yo, ikkinchisida ustun. Yana bitta gol. To'sin. Bunisi to'sin. Bittasini Bobur qaytdi. O'sha tarafga sakradi-da. To'g'ri. Uchrashuvning asosiy vaqtiga 3 daqiqa vaqt qo'shib berildi. Xo'sh, Manchester United bo'la oladimi? So'nggi soniyalar. Endi eski Manchester Unitedni aytyapman-da. Uzatma nonni bunaqa emas-da, o'rtoq. Bunday emas-da. Sariq bola jamoasi tarkibida o'zgarish. 77-raqamda harakat qilgan Doston Ergashev o'rniga 5-raqamda Ahmadjon Rahimov maydonga tushdi. Aynan mana shu futbolchi, endi futbolchi deymiz-da, maydonda o'ynayotganligi uchun tushgani rol o'ynadi. Boyagi epizodlarda bilindi. Qaysidir chiziqlar zaiflashdi, qoida buzildi. Yaqqol Muhriddin qoida buzdi. Max 45. Max 16 bo'lardi. Maksim Shatskix. Bu
Max Husanov. Qo'pol o'ynadi Muhriddin Max. Yaxshi pas bo'ldi hozir Filippasyan. O, Trivela, Yamalinyoning uzatmasini ko'rdik o'ng tomondan. Shixov, Boboqulov. Mana endi bu yerda qo'pollik. Chopa-chop zarariga yuryapti-yu. Uzoqov tepmoqchi, uzoq masofadan. Va hisobni ham farqini uzoqlashtirib qo'yish mumkin. Ha, to'g'ridan to'g'ri zarbaga tayyorgarlik menimcha. Bir shohasar ko'ramizmi? Boboqulov, Shixov va yo'q zarba. Bunisidachi Uzoqov. Noaniq. Alisherni ham baribir futbolga bog'liqlik joyi bor. Futbolchi nisbatan professional bo'lmasa ham yaqiniga kelgan yigit. Pro liga darajasida o'ynaganda yoshligida. Yaxshi pas bo'ldi. To'pni saqlab qolsa bo'ladi. Ber, ayya. Qo'qidi Filippasyan. Filippasyan-da. Ketdi Filippasyan bo'ldi. Bo'ldi, hozir hushtak chalinadi. Ush berdi To'rayev Filippasyan. Takroriy lavha namoyish etilayotganda oxirgi hujumni tashkil etdi Drama. Sariq bola ushlab qoldi hisobni. Muhim gollarni urgan bo'lib chiqdi. Lekin yana bir bor aytaman, bu Drama hali o'zini ko'rsatsa kerak. Drama United jamoasidan Keyingi uchrashuvlar yanada qiziqarli o'tadi. Birinchi natijalardan kelib chiqib Va aytayapman. hatto Al-Badrga yetarlicha muammo tug'dirishi mumkin. Ular bugun bilib olishdi o'z kamchiliklarini. Shunga yarasha choralar ko'rishsa kerak. Sariq bola esa o'ta kuchli, qoyil lekin. Balanslashgan jamoa, zaxirasi ham kuchli ekanda. Bu yerda darvozabon faktori ham rol o'ynaganligini aytishimiz kerak. O'sha birinchi bo'limdagi darvozabon o'sha yetib kelmagan yigitning ta'siri o'zi ana u turish kerak emas edi-da, lekin oldi o'z zimmasiga shu mas'uliyat. Vaskes o'ynaydi har doim boshqacha. Yaxshi o'yinlar ko'rdik bugun Jar stadionida va o'ylaymanki ertaga undanda yonadi. Mana ajoyib kadr, shu kadr uchun ham arziydi bu translyatsiyalarni ko'rish Sport telekanalida. Layka. Xayrullo Hamidov hamda Davron Fayziyev sizning xizmatingizda bo'ldik. Ertaga nasib qilsa bundanda qiziqroq uchrashuvlarda ko'rishamiz. Salomat bo'ling.